Falakat kelin. Choydan keyin begim. Har kuni issiq choy ichaman. Voy, unaqa meni uyaltirmaydi. Onangni sakayko. Voy, ja issiq emas-ku. Daryodan oqib keladi. Voy. Su, parasha olayapti. Tela. Voy sharmanda, hammasiga shu kopda aybdor. Voy, headshot. Begim, sizga choy olib keldim. Ay yasha. Beparosat issiq kunda issiq choy olib kelasanmi? Voy, unaqa demang. Seni falokat odatlaringni bilib qolganmanmi? Voy, men unaqa falokat demang. Onangni sakayko. Ay, qo'lim. Ada bir gap aytsam noto'g'ri tushunmaysizmi? Gapir bolam. Xotinim, ya'ni keliningiz falokatmi deyman. Nega unaqa deysan? Bir ish qilsa bir balon boshlaveradi. Hattoki oldingizdan o'tsa-hamchi falokat bo'ladi, ishoning. Assalomu alaykum adajon. Va alaykum assalom. Qo'ysangchi. Ay, yetdim ko'p falokatli bu. Falakat kelin. Bu nimaga qarshi ukol? Bu ukol qo'yi gijjasiga qarshi ish qilib ukol qila olasanmi? Ha, qilaman. Qaqoyi. Menga tiqib qo'yding-ku. Ana endi gijiz bo'lmaydi. Hozir bu jarayonni poylayman. Voy, bobolarim meni $300 oldi be. Voy, bittasi ikkitani dovul qildim. Men chaqirdim onasi. Duxovkani tagi yonmayapti. Bo'pti, qachdi. Duxovkani pasini yoqib yuborchi. Voy, rostdan ham pas ishlamayapti. Boshingiz qizimayaptimi? Yo'q. Boshingiz yo'qmi? Falokat. Duxovkani tepasi yoqmading. Namuncha boshingiz qattiq patmisimi? Pachoq qildingiz. Hadi. Voy, yana dovul qildim. Ada, tez bo'ling, hozir xotinim kelsa bir falokatni boshlaydi. Bo'ldi. O'z kelindasidan sog' joyim qolmadi. Assalomu alaykum adajon, yaxshi o'tiribsizlarmi? Va alaykum assalom. Ada, qari, xotinim kelgan bo'lsa ham falokat bo'lmadi. Kelinimni falokat aribdi. Nega meni doim falokat deyaverasiz? Tavba. Voy. Ada, falokat aribdi buni qali. Voy, bunisi endi hat-trick bo'ldi. Falakat kelin. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Nega boshingizga kaska kiyib oldinglar? Endi bilib bo'lmaydi, nimadir boshga uchib tushishi mumkin, o'shaning uchun kaskani kiyib oling. Men sizlarning uylarga tug'ilgan kunga kelganman. Nimaga kaska kiyaman? Yetmadi demay mehmon. Svitni o'chirib qo'ydinglarmi? Kaska. O'shaning uchun otam aytganlar qilib kaska kiyib olish kerak edi. Mehmon kaska kiymamidilar. Buni qilaman desam, buni qaqa qo'yishni bilmayman chiroqni. Keling adajon, men ushlab turaman chiroqni. Yo'q, keling, siz ishlaringizni qilavering, men o'zim qilaman. Mayli, o'zingiz bilasiz. Falokat bo'lgandan ko'ra bo'ynimga ilib ola qolaman. Agarda hozir mashina o'rab olib qo'ymasam, adajon menga o'xshab qoqilib tushadilar. Tushunmadim, o'rab qo'yganmi? Voy, kelin. Yaxshiyam shu shlem bor ekan. Falokat. Odam payponi bir poyi yaxshi hurmatli dazmol bosib yubar. Ha bo'ladi. Ya nima bo'ldi? Tinchlikmi? Voy, o'pkuydi. Ey, adajon, shuni o'g'lingizga ota bolani bir xil muhrladi. Yo'q, sen o'g'il bola bo'lib shashlik yeysan. Annam tortib qopti dadam.
Olovlar hukmdori keldi. Bunga benzin setish kerak. Shibida. Voy ada, kirimiz. Hayotinglarni saqlab qoldim. Yaxshi, biznes bormadi bolam. Kimni dabdala qilding? Mayli, yangisini olib beraman. Bolam, xotining magazinni yoqormasa bo'ldi. Adajonim, Manhattan do'konida shunaqa ajoyib finkalari bor ekan. Razmerlari, ranglaridan ham bemalol topasiz. Narxi atigi 109 ming so'm. Nafaqat finkalar, balki shimlar ham bor. Narxi atigini 89 ming so'm yozgan emas-da. Ko'rib turgan barcha tabichkalar atigi 99 ming so'mdan sifati dahshat. Bu chegirmalar Manhattanning barcha do'konlarida amal qiladi. Ota bolaga bir xil qilib olib beraymi? Oyog'imiz kuygandan beri tamchi kiyadigan bo'lib qoldik. Shuni o'ziga olib qoling. Voy sharmanda, okabash yiqitganlarni hammasiga hisoblaydi. Yechib oling. Vela ciao, ciao, ciao. Men sevaman, Harakat kelin. sen sevasan. Sichqib olgan bakki bit. Suyunmay, tavba. U palakat bitta. Nimaga meni doim palakat deyapsiz? Ashshari. Bitta o'ptirganingda shu palakat bo'lmasdi. Ertalabdan bochim bor. Birinchisi. O'san juvan olib kelvaring. Shu seningcha palakat chiqdi-da. Adajon, nima qilyapsiz? Sevara to'g'irlonmi? Ha? O'san sizga javobida. Fatmi, unaqa. Trayler. Vela ciao, Bir, ikki. Dubl qildi. Ikkita ustunni qo'yib navas qilamiz. Adam buni turmayapti-ku. Arqon bo'ylab nargi ustunga qotirib qo'ylaring. Kalla biram. Voy, qaysi palakat bog'lab qo'ydi buni? Bir, ikki, uch. Oh, uchtasi ag'anabdi. Hetra kech qolguncha poker qilaman. Tez so'ramasa chalab ketiz. Menga teg'iz olmading. Palakat. Bir, ikki, uch, to'rt. Oh, to'rtta poker qilib. Palakat kelin. Adasi, ne palakatga o'xshab meni oyog'imni tagida o'ralashib yotibsiz? Adajon, ne kaktus ushlab oldingiz? Qo'lingizni olib turing, suqib oling. Hozir chiqonlarni qiraman, shu pishloq bilan. Pashani bitta joyga qo'ymaysan. Voy qornim. Adasi, pishloq yeyman demisizmi? O'zim berardim. Nega sichqonnikini oldingiz? To'xta bolam. Xotining o'tib ketsin. Bu bizning palakat bo'ladi. Ay, Voy, ikkita erkak kishi bitta qimoshnani ko'tara olmadinglarmi? Tavba qildim. Kirboshini sindirding. Mayli, o'zim zo'rini olib beraman. Ay, qaramaysanmi? Tushmaysizmi? kelin biz aqqa olib keldik. Adajon, shunda saqachilar Nazarbek mostiga ketayotganingizda, chap qo'lingizda 9 etashkali uylarning birinchi qavatida diskont magazini bor. Bu yerda hozir 0012 aksiyasi ketyapti. Olg'a! Olg'ada o'ttiq ehtiyot bo'lish kerak. Adajon, esa kirmoshinlarni qarang, qop-qora rangli 8,5 kilolik. LG bilasizmi, 12 oyga 799 mingdan. Aytganda Adajon, 12 oyga 289 mingdan ham kirmoshini olib ketsangiz bo'lar ekan. Mana qara, iPhone 17 Pro Max 256 12 oyga 2 million 199 ming so'm ekan. Eng muhimi, o'zim xohlagan 3 qur'anga bir xil narx ekan. Bolam, qara, Premier televizor 55 talik 12 oyga 399 ming. Olib bersalaring futbol ko'rardim bolam. Lekin dahshat ekan. Ada, bu aksiyalar 13-maydan 22-maygacha disko do'konlarining barcha filiallarida amal qiladi. Qo'yin. O'yla palakat.
Ada, uyning narsalarni sug'urta qilib qo'ymasak bo'lmaydi. To'ppa to'g'ri bolam, birinchi bo'lib mani hayotimni sug'urta qilib ber bolam. Balakat kelin. Ajiya, chet eldaligimda uylanib olibsan, kelinim o'zi yaxshimi? Keliningiz tilla, xotin tog'am keldilar. Assalomu alaykum tog'ajon. Tog'am. Nima qilib qo'yding tog'amni? Men qayerdan bilay, o'zlarini davleniyalari bor ekan, tavba qildim. Keliningiz qalay ekan tog'a? Jiya, men uyga keta qolay. O'zi yaqinda keldingiz-ku. Turing, yuz qo'lingizni yuvib oling. Tog'a yuzlarini yuvib bo'ldilar. Men sochim. Shuna. Yosh bolami, siz bering, men. Tavba qildim. Boshimni poyladimi kelin? Hech cho't bo'ldi-yu. Omay. Boshim Siz qonchiq o'lasiz. boshim aylanib ketyapti-da, jiya. Menga qara, o'zi davlini o'chashni bilsam, g'alati bo'lib qo'llar ko'karib ketdi-ku. Bilaman, 3 yil kollejda o'qiganman. Jim turing, pulsini eshitolmayapman. Jiya, o'ng qo'limni kesib tashladinglarmi? Gunohdan tog'a? Sezmayapman. To'xta. Tog'amdan nariroq yurgin, tushundingmi? Uylarga sog' salomat ketsinlar. Palakat. Hali ko'rsatib qo'yaman kim palakatligini. Hozir ko'rsatib qo'yaman. Tayyor bo'ldi. Ay, oyog'im kuydi. Pul o'lsin, tog'a pul o'lsin. Tog'a, bus-butunligingizni yuzga yetib ola qoling, 5 oling bo'pti. Qo'l ishlamayapti, jiya. Tog'ajon yana kelib turing, xo'p? Boshqa qaytib kelma, kelin. Xotin, bugungi qilgan hamma palakatlaring tog'amgurda menga urmadilar, palakat. Voy, pichiriz qo'ysin, palakat emasman. No, now you know, nigga. Tog'a, tog' temadi bo'lib ketdi. To all the ladies in the place with style and grace, allow me to Balakat kelin. Tog'a endi 3 oy kanikul siznikida bo'laman. Barakalachi-ya. Kenayam qani ko'rmaydilar. Hozir ko'rasan. Ha, yo'q, his qilasan. Gilam to'g'rilab qo'yaveraman, kimdir shunaqa qilib yig'ib qo'yaveradi. Tavba qildim. Kim edi bu tog'a? Keling, his qildingmi? Gilam ustida nima bor edi? Jiyani ham palakat ekanda. Bir yoshni esa o'ylab yurma. Ketdi. Jiyani bor demaydi, uyatsizlar. Ko'tara olmas ekan. Siz nima qilib o'ynab yuribsiz? Ha tog'a, siz ham yiqildingizmi? Qonim ochdi. Kenayam qattiq ekanlar, ha. Kenay nima qilyapsiz? Mani ushlab turing. Yana nima qildi? Mani ushlab turing. Jiyaningiz ham shuni ushlab oluvdi. Dudirlar. Men tushmayapti-mi? Tushmayaptimi? Bering, buni mana nima qiladi? Sen jinnimi, sen xunaning qursin. Tur, tog'aga qara. Jiya, imkon bor uyga keta qolasanmi? Ketaman. Jiya, o'g'lim sog' salomatmi? O'g'lingizmi? Ha, mana soppasa o'tiribdi. Uyga kiring, tog'a. Yo'q, jiya, kelindan qo'rqaman. O'zinglar bu yoqqa chiqaveringlar. Keliningiz uyda yo'q, qo'rqmay kiravering tog'aga. Assalomu alaykum tog'ajon. Jiya, kelin keldi. Xush kelibsiz tog'ajon. Balakat kelin. Ha jiyan, amakingga suya. Amakijon kelibdilar. Qo'llaridan tarvuzni olmaysanmi? Amaki, tarvuz o'rniga shoppa ololmabsiz-da, yumshoqroq tushadi. Jiyan, kelinni sho'xidan olibsan-da. O'tir nimaydan o'zim osh qilib beraman o'choqda. Tarvuz qizil ekan, lekin. Buni nima qilmaydi? Qancha ko'rsataman. Jonim amaqimni naqib qo'yding. Hech narsa qilganim yo'q. O'zinglar aralashib bilmayapsizlar, tavba qildim. Yeding va bilan. Kenay, siz amakingga nima qo'ydingiz? Qanaqa palakat kelsiz? Siz nima bunday qilasiz? Qo'yib, kenay qavut nima qilgan qo'yma. Oling amakijon. Yo'q, kelin, mana buni ustiga qo'ya qoling. Sizdan choy olish xavfli-da. Tog'a, siz
sizdan yashamayman yo'q ketaman. Ey to'xta jiyan. To'q miya nima qilib bilasanmi? Ertaga tug'ilgan kuningda jiyanimni xafa qilding. Tug'ilgan kunimda. Ha mayli, ertaga uyga borib sovg'a berarman. Jiyan, bu senga tug'ilgan kuningga sovg'a. Rahmat, men bunday kutmagandim to'g'risi. Buncha chiroyli bilan. Uchib ketolma. Dada, O'g'lim qayerga ketdi? Uchib ketdi. Qayerga uchib ketdi? Tepaga. Harakat kelin. Ha, xotin tayyorla qatta ol. Anu maqola eshitganmisiz? Qashini. Ko'r hassasini bir marta yo'qotadi. Eshitganmi? Mana yo'qotdi. Voy! Qo'limni sindirdim, barakat. Agar mushug'ini bosib olganingizda, o'zim oyog'ingizni urib sindirardim. O'sha olib. Harakat bo'yicha chempionsan, qo'limni ham sindirding. Burring boshiga. Sizmas, boshingizga men uraman. Ya, kelinga qo'l ko'tarmagin. To'miyim, adashib meni emas, tog'am bo'lding. Endi adashmayman. Siz tog'am ha? Telefoningni tez olib qo'limni sindirgansan. Alo. Alo, assalomu alaykum, Zohirga, yaxshimisiz? Yaxshimisiz, yetvoldingizmi? Ha, hali shunaqami? Bashcha. Ay, senga qo'lim ko'rding-ku. Xiyonatga jazo shu. Buni sinab sindirding. Mana hozir mashina haydashim kerak. Ikkita qo'li sindirding. Qanaqa haydayman? Ha, men haydayman. Trani yo'q. Kiyinib chiqaman, siz zo'r joyga olib boraman. Adasi, bu Chilonzor avtomaktab. Bu yerda boshlang'ich 1,5 million so'm pul to'lab, pravaga bemalol o'qishni boshlasangiz bo'ladi. Haytganda bu yerda o'qituvchilar hammasi professional, zamonaviy uslublarda o'rgatishadi. Nabodo pravani ola olmasang, ana 1,5 million so'mlik ekspress kursiga mutlaqo bepul. Xullas pravani olguncha o'qitishadi seni. Bunaqa shoirda qayerda bor yana? Yanachi joyi ham zo'r. Chilonzor targ'ibot sentrida o'zida. Oldindan aytib qo'y, xotinim sal palakatroq xitob bo'lib yurasiz. Sharchalik bo'lmasa kerak. Joning menga. Etti bu palakat deb.